Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlar bilan Robloxdan video olamiz. Hopa. Qani hozir kiryapmiz videolarimiz. Hopa. Ning qilganmiz. Hop. Mana shu o'yindan olarkanmiz bugungi videoni kiryapmiz. Hozir bu o'yinda yangi uylar ham mashinalar bor. Shunda turib mana uni bosamiz. Albatta ko'rganingizda endi mashinamiz bor. Ham biz pul yig'ilguncha ham qaqacha qilyapti meni o'zi. O'tirishim shart emas. Biratishga qanaqa tushib qolding? Endi yana qanaqa qilyapsan? Biz xullas pul yig'ilguncha yer topib minib turamiz. Pul yig'ilguncha shuncha narsa qilamiz. Mana mashina sotib olayım. Yo, pulim yetmaydi. Bas sotib olamiz. Do'stlar, hopa. Bizda bor. Va keraklilar uchun va yana pulimiz yetmadi. Yaxshi internet ishlamoqda. Pasodiga yerlik bor. O'shani sotib olamiz. Hop, endi yerlik topish muammoda. Hozir mana ekan. Voy, chiqib ketamiz do'stlar. Mana ekan yerligimiz. Endi mashina sap-sariq. Biz esa shaharga ketdik. Unday desada, biz shaharni aylanamiz bugun. Sizlar bilan. Va bu yerda ham yo'l bor. Va bu yerdan o'tamiz. Zo'r yo'l. Do'stlar, bu yoqqa o'tib ketdik axir biz. Ahmiyat bermaymiz o'zi, biz esa o'zimizning shaxsiy uyimizga ketdik. Nega bularning ichidan o'tib ketyapsiz desangiz, chunki bular oddiy narsa. Bular esa devor emas. Aslında mashina haydashni ham bilmas ekanman. Mana shu bizning ha, albatta orqaga qaydamiz. Bu yerdan tushamiz. Va yerlikni mana bu yerga bombamizni qo'yib qo'yamiz. Hozirchalikka. Do'stlar, video zo'r video bu. Mesela bizning bomba mashinamiz eng tepada edi. Teparoqda edi. Va bu emas do'stlar. Bombamiz mana bu. Galaktika holatida. Ham. Hopa.
Bu yerga mana bu galaktikani qo'yamiz. Bu yerga esa mana buni qo'yamiz. Bu galaktika emas. Bu yerga esa mana bu Marsimizni qo'yamiz. Qani esa endi biz o'yinni bitirishni xohlaymiz. Qani ketdik. Bu o'yin nima desanglar? Bu o'yinni men ham bilmayman. Va mana menda kompyuter ochildi do'stlar. Qanday chiqadi endi? Mana bu yer. Yana shtanga. Hoppa. Va bizning chaqirgan joyga boramiz. Mana bu yerda mening kompyuter xonam. Lekin bu yerlar ancha chiroyli. Ochildi hozir bizda. Pulga chaqiryapti. Bizni. Boshqaga tushim kelmaydi. Hoppa. Va chiqib oldik. Bu yerda akvarium bor. Mana bu yerga chiqib. Neyse pulga. Bizden tek Robux so'rasanglar bizda Robux'imiz yo'q. Çünkü bizde hali Robux sotolmagan. Bizde umuman Robux ham bo'lmagan. Umuman bu yerdan chiqmas ekan do'stlar, o'shaning uchun biz ketdik. Yoqdan chiqib boramiz. Bu yerga pulimiz yetadi. Bu ulitsaga o'ynash qiziqroq. Qaranglar, yugurishlar va mashinalar sota olasiz. Va sizlarni yana pulga chaqiradi. Albatta, bu yerga ham chaqirib turadi. Va bu yerda nima ochildi? Wow, basseyn ochildi do'stlar. Ajoyibki bu. Neyse bu yerlarga boramiz. Bizda shohona basseyn ochildi. Zakkina basseyn bor. Buni yoqamiz. Meni qayerga chaqiryapsan endi? Bizda pastga narsalar ham ochilibdi endi. Wow, do'stlar. Bunday emas-ku. Endi esa bizda ham 3-qavat ham bo'ladi. Uyimizcha necha foiz? 66% bo'libdi. Buning 100% qila olamizmi? Do'stlar, yurmayapti o'zi. Hoppa. Bu yerda televizor ochildi. Hop. Bu yerda qanaqadir narsalar. Hoppa. Bu yerdan chiqib olamiz. Bu yerdan chiqilardi-ku. Nega shuni ayttirib aytmaysizlar?
Abi yana bizning pastga chaqiryapti. Endi hammasini bosaman deb turganimda pulim yetmay qoldi. Do'stlar, bu qanaqa ovoz edi? Menga qiziq bo'lyapti. Va bizga 50 dona obunachi kerak. Do'stlar, endi 43 ta obunachi bo'ldim. Sizlar menga 50 ta obunachi yig'ib beringlar. Bu videomiz sizlar uchun axir. Va bu o'yinda bizda yangi video olyapmiz. Va bu o'yin nomi Mega Mission Tycoon. Bu o'yinga sizlar ham kirib o'ynab chiqib ketinglar. O'zlaringizning telefoningiz bo'lsangiz faqat shu o'yinni o'ynanglar. Robloxning ichida kimning Robloxi bor? Va kechqurun ham tushdi do'stlar. Endi esa biz yana podvallar yaxshiroq bitirishni boshlaymiz. Opa. Ya bu yerda 2 tane narsa ochildi. Va tepani qaranglar. Ajoyib. Hozir biz 86,1% bitiribmiz-ku. Axir do'stlar, bunday bo'ladi deb o'ylamaydim. Va biz endi dush ochildi. Yaxshiyam dushimizda televizor yo'q. Ha, narsa ko'taramiz bu yerda. Nima edi bu? Va bu yerda katta monitor ham ochildi. Bu yerga chaqiryaptimiz? Yo'q. Pul ol deb chaqiryapti. Ha, albatta pul olamiz. Va bu Mega Mission Tycoon degan o'yinni o'ynab turinglar. So'rayman ekan. Dalshi что? O'zi bu o'yinni men ham endi bildim, lekin shuncha kuchayib qo'yibman. Do'stlar, shuncha kuchaydim bu o'yinda. Va bizda tepa 3-qavat ham ochildi. Ya pastga tushib ketdim. Va bizda bu yerdan turib bu yerda ham vertolyot ham ochilishi mumkin-ku. Axir. Hopa. Tasha olmadik pasinga, chunki bu o'yinda Mega Mission Tycoon axir bu. 3-qavatdan pasinga tushib tasha bo'lmaydi. Masam tashardim-ku. Obunachilar. 43 ta obunaga berilganlar ham mayli. Men sizlarga roziman va biron hozir kechirishni video stop emas. Oldi tugadi video. Menga 50 ta va 60 ta obunachi beringlar. Hayır.